6 ayının ahırıgacha 6 kilodan 8 kilocha o'riqvog'im bor degan do'stlar menga diqqat qiling. 8 haftalik dajishlar bommi deganda 8 kiloning ustida, shovjishlar bommi deganda 6 kilo o'riqli bo'lgan usulni deb beraman. Eng sog'lom usulni deb beraman. Qo'saqni osh qo'ymaymiz, bek ig'ir harakat qilmaymiz, ammo siz cho'qim mening talabim bo'yicha menishingiz kerak. Quloqni ding tutib anglangizmi? Birinchisi, mayli siz harakat qiling, harakat qilmang, qandoqli aldirash bo'ling, kech cho'qim 11:30 dan burun uxlab bo'lishimiz kerak. Atsi bek tushukcha uxlab ketmayli. Atigini qo'pqandan keyin cho'qim bir 20 minut kun ko'rib berayli. Talog'i chiqmasangizmi, uyingizning kunlari tushadigan yer turib bersangiz bo'ladi. Oftobdan vitaminlar to'liqlandi. Uyqusi yaxshi odam bilan uyqusi nachar odamniki atsi bir kundagi modda ishesining farqi bek cho'ng bo'ladi. Cho'qim baldur uxlashga ahamiyat berishimiz kerak. Ikkinchisi, siz baldur uxlab kundingiz degan gap, endi ishtaringiz o'zligidan turaqli bo'ladi degan gap. Endi tomoqni o'rlashtiramiz. Qanday o'rlashtiramiz? Atiganda jiqnasi yevolmaymiz va 2 tal tuxum va 1 stakan purchoq suti, anadan o'zingiz yoqtiradigan shakar moddasi to'varak bo'lgan masalan savmaylanmay deymiz. 100 gramdan 150 gramgacha, anki yerli qitiqdan 1 stakan isingizmi bo'ladi. Mushningim qo'saq to'ydi, ammo bu nayta ozjima xotirjam isingiz bo'ldi. Tush bilan kechdichu asos ochliqqa birinchi yo'lib pek diqqat qilamiz. Nima isingiz bo'ldi? Aqmifa o'rlashtirsangiz bo'ladi. Bo'lsa, bururoq pishirib olib, bengshanga bir sap qo'yib, muzlagandan keyin chiqarib, azroq isitib yesangiz, bir muzlab bir isish jarayonida buning tarkibidan kangshingtian deb bir kraxmal hosil bo'ldi, o'riqlashimizga foydasi bor. Yo'qsa, ranglik mifallarga kunva, savmi deymiz, mushlarni aralashtirib bir zalyang mifan qilib turib dumlasangiz bo'ladi. Bundan boshqa, qo'noq, xongshu, kava, yangyu, shanyo deganlar bo'ladi. Amal va o'rda pishiring uni. Bo'lsa uni muzlagandan keyin yesangiz bekrak yaxshi. Oq un, non, so'men degandek mayda qizitilgan xamir yaqin kamaymiz juma bu ishga atrofida, cho'qim diqqat qilishingiz kerak. Tush bilan kechda har bir vaqtga bir olqanchilik go'shtni o'rlashtirsiz. 1,5 mushtumdan 2 mushtumgacha o'zingiz yoqtiradigan sayko'ktatni o'rlashtirsiz. Azroq yog'da ching-choq qilib qo'risangiz bo'ladi. Dardama xurishlarni normal azroq ishlatsangiz bo'ladi. Bek cho'ng ko'y qivatmang, mayda bekchiq ishlatib etmang, juma. Mushu 3 vaqt tamoq diqqat qilsangiz bu qo'saq unda bek ichib ketmaydi. Ko'ngil ichi tamoqni qachon o'rlashtiramiz? Ig'irlik 1 kilodan 2 kilogacha tushgandan keyin siz bir vaqt taxminan 1000 kaloriyadan ishib ketmagan asosda, ya'ni o'zingiz yoqtiradigan xohlagan bir tamoqni bir kishilik yeb ko'nglingizni ichib olsangiz bo'ladi. Chomifin yemsiz, xambo yemsiz, mayli nim bo'lsa, ammo cho'qim bir kishilik yeysiz, bir vaqtlam ko'ngil ichi tamoq o'rlashtirsiz, atiganda kechkichi bo'lib ketsa bo'lmaydi. Chunki harakat qilish to'g'ri kelsa, mayli nima harakat qilsangiz qilavering, ammo har kuni 1 soatdan ishib ketmasin harakat. Chunki mayli siz kuch mashq qilamsiz, oksigenli harakat qilamsiz, agar harakat qilish sharoitingiz bo'lsa, yo'l mengib bersangiz bo'ldi. Bir kunda 8000 qadam atrofida mengib bersangiz bo'ldi. Bog'chiga kirib mengib bersangiz bekrak yaxshi. Ma shahar ichidagi shovqin sira mashinlarning ovozi qaraganda, bog'chidagi tabiiy jimjit ovozni anglab mangsangiz, badanning besim hormonlari o'zligidan tovanlaydi, deyishingiz bek yaxshi bo'ldi, ishonsangiz sinab beqam. 2 oy mush talab bo'yicha mangmiz. Cho'qimdan o'riqlay olasiz, bek rahat o'riqlay olasiz, juma. Sizning o'yindaringizni qanday qechishni bilanmidik ma'lum degan do'stlar. Boshpatga kirib, birinchi zopinda Renat degan bir xatni ko'rsiz. Shuningdek kirgizsangiz bo'ladi. Va o'zim yetaklab mangman. Juma, g'ayrat qiling.